Dunyoni yaratib, haq nahaqni ayirib turadigan hammaga qodir Alloh nimishqa bizga bu kunlarni ko'rsatdi? Balki mening yoki sizning yoki uning gunohlari bo'lishi mumkin, ammo buncha dahshatli zulmni umumiylik shaklda hammamizning tartishi Allohning odil sifatiga to'g'ri kelamdi. Bu bir qarindashimizning sahifamiz qoldirgan savoli. Shundaqla nurg'un qarindoshlarimizning xayoliga kelgan, ammo ig'izdan chiqara olmagan bir savol. Oldi bilan biz bir gapni ochiq deyishimiz kerak. Navbatdagi biz uchrayotgan bu zulmlarda Allohning xabari va Alloh bilib, ko'rib turibdi. Alloh to'xtatishga ham qodir. Undaqda Alloh nimishqa buncha zulmlarni to'xtatmaydi? Alloh bir millatga ig'ir kunni ikki xil sabab tufayli soladi. Birinchi sabab, Alloh bir millatga ne'matlarni kengir qilsa, bu millat bergan ne'matlarga shukr qilmay, tuzkorlik ichida Allohga osiylik qilsa, boshqalar uning sukut qilsa, Allah bu millatni jazolash yuzasidan ig'ir kunlarni soladi. Allah bizga nurg'ulg'an ne'matlarni berdi. Bizmi o'zimiz bilib bilmay nurg'ulg'an xatoliklarni o'tkazgan bo'lishimiz mumkin. Ammo boshqa musulmon millatlarga solishtirganda necha yil zulm va bostirishlarning ostida turibmi, o'zining e'tiqodiy va kimligini qo'g'dashda qo'lidan kelishcha tirishchanlik ko'rsatgan bir millat. Hech bir insonga qilchilik zulm qilmaydigan odil va shafqatli Allah bir qism kishilarni yuz bergan xatoliklar va tuzkorliklar tufayli umumiylik shaklda bizga bu kunlarni ko'rsatmaydi. Ikkinchi sababi, payg'ambarimiz va uningga ergashgan kishilar uchragan zulmlarning sababi. Yusuf alayhissalom kichik vaqtida quduqqa tashlanib, yurtidan ayrilib, necha yil zindonlarga tashlanish orqali uchragan turli zulmlarning sababi, navbatda biz uchragan zulmlarning sababi shu. Payg'ambar alayhissalomni Alloh payg'ambar qilib avatdi. Har bir ishni Allohning digini bo'yicha qildi. Hech qanday xato ish qilmadi. Nima uchun payg'ambar alayhissalom va uning ergashgan kishilar ruhiy jihatdan har xil tuhmatlar bilan, moddiy jihatdan har xil iskanjalar bilan qiynaldi? Umumiylik shaklda Makka mushriklari tomonidan ayrim bir rayonga to'planib, butunlay aloqa munosabatini cheklab, usti ochiq turmoq aylantirib qiynadi. Allah bunu ko'rib turib, nima uchun o'zining payg'ambari va uning ergashgan kishilarni qutuldirmadi? Zulm shu darajaga yetdiki, Rasulullohning sahobalariga xuddi bizning xiyolimizga kelganga o'xshash savollar kelib, Rasulullohdan so'radi. Ey Rasululloh, biz mushrik vaqtimizda aziz insonlar edik. Musulmon bo'lgandan keyin nihoyat xor bo'lib ketdi. Bu zulmlar qachon oyoqlashadi? Allohning yordami qachon keladi deb so'rashdi. Yana bir tarafdan munofiqlar musulmonlarga sizlar melinglarni, jininglarni bekor ziyanga uchratyapsizlar. Agar Muhammad rost payg'ambar bo'lgan bo'lsa, sizlar bu kunga qolmaydinglar, bu zulmga uchramaydilar deb ruhiy jihatdan hujum qilishga boshladi. Alloh taolo ular uchragan zulmning sababini bayon qilib, munofiqlarning vasvasalariga raddiya qilib, tuandik oyatni nozil qildi. Biz sizlarni toki ichinglardan Alloh yo'lida jihad qilguvchilarni, ya'ni Alloh yo'lida kurash qilguvchilarni va bu kurashning mushaqqatlariga bardoshlik berguvchilarni bilganga va ichki sirlaringlardan voqif bo'lgan qadar sinaymiz dedi. Bu oyat orqali Alloh taolo payg'ambarimiz va uning ergashgan kishilar uchragan zulmning sababi Allohning ularni jazolashi emas, balki zolimlarni yemirib tashlab, Allohning adolatini dunyoga yaydigan rostchil va chidamchan kurashchilarni tanlashdiki Allohning sinoq va imtihon ekanligini bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom hadisda degandek, mukofot qancha cho'ng bo'lsa, imtihon shuncha cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash bugungi kunda biz uchrayotgan zulmlarning sababimi dal dunyo qo'rqayotgan zolim va tajovuzchi Xitoyni yo'qotishdan iborat. Bu sharafga Alloh Uyg'ur musulmonlarini tanlaganligi va ularning ichidan iymonida rostchil kurashning mushaqqatlariga bardoshlik beradigan chidamchan kishilarni tanlash uchun bu kunlar orqali bizni sinayotganligini ko'rmoqli bo'ladi. Bu Allohning bizni yaxshi ko'rganligining bir isboti. Payg'ambar alayhissalom hadisda Alloh bir millatni yaxshi ko'rsa, uni imtihon qiladi. Agar rozi bo'lsa, ya'ni sabr qilib Allohga isyon so'z qilishdan saqlansa, Alloh undan rozi bo'ldi. Agar norozi bo'lib ochiqlansa, Allohdan yomon oqibat qiladi degan. Amaliyotda sabr qilish bilan Allohdan hisobsiz savobga erishamiz. Sabr qilmaslik bilan mu reallikdan hech narsani o'zgartirmaymiz. Tarix qaraydigan bo'lsak, Allohning bunday imtihonlardan ko'p odamlar o'tolmaydi. Bizda mu shundoq bo'lyotdi. E'tiqodimiz har xil xiristlarga duch kelyotdi. Millatning sarxillari o'z majburiyatini tunamayotdi. Diniy shuarlarimiz, hemşirelerimizin hijablari har xil bahonalar bilan hujumga uchrayotdi. O'zimiz bilib bilmay hijobli ayollardan nomus qildigan islomdan zirkish kayfiyatga qarab ketyapmiz. Biz vatandagi qarindoshlardan ansirashni ilgari o'zimizni ansirishimiz kerak. Chunki majburiyat toqatdan oshgan vaqtda mas'uliyatni Alloh ustiga oladi. Allohning oldida eng qattiq hisob berdigini erkin dunyoda turibmi o'z mas'uliyatini ado qilmay shukrsizlik ichida yashayotgan siz va biz. Zulmga uchraganlarga yordam qilmaganlarning oqibati zulmga uchraganlarning oqibatidan xatarlik bo'ladi. Hikmat bilan ish qiluvchi Alloh nurg'un kishilar orasidan sizni va bizni bu erkin dunyoga nimishqa chiqdi? Dunyoda kofirlar davom qiladi, ammo zolimlar hargiz davom qilmaydi. Alloh muhlat beradi, ammo bo'sh qo'yatmaydi. Tarix qaraydigan bo'lsak, mazlumlar tajovuzchilarni bular endi yiqilmaydi deganda Allohning yordami bilan yiqilgan. Bag'dodda 40 kunda 1.800.000 begunoh musulmonni o'ldirgan zolimlar bugungi kunda nerede? Shuningga o'xshash ko'zimizga kuchli ko'ringan zolim tajovuzchilarni Alloh ichimizdan imtihondan o'tganlarning quli bilan halok qiladi. Muhimi bizning imtihondan o'tib bu sharafli vazifada o'rin ola olishimiz.